Ba'zida mijoz bilan 1 soatlab gaplashaman. Hammasini birma-bir tushuntiraman, lekin oxirida baribir u keyin o'ylab ko'raman deb ketadi. Shu paytda nima qilsam bo'ladi? Bugungi kunda juda ko'p sotuvchilardan kelayotgan savol. Haqiqatda bugun e'tirozli yangisi paydo bo'ldi. O'ylab ko'raman deydi, qaytib sizga ko'rinmaydi ham. Telegramdan yozsangiz javob ham bermaydi. Bitta narsani e'tibor berish kerak. Mahsulotingiz haqiqatda qimmat bo'lsa, o'rtacha chek, ya'ni mahsulot narxi qimmat bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda mijoz o'ylab ko'rishi mumkin. Bu tabiiy holat. Siz borib turib joyga misol 10 mingni shundoq berib yubormasligingiz mumkin. Bitta uchrashuvda yoki bitta qo'ng'iroqda. Ana shuning uchun bu yerda mahsulotning narxi ham muhim rol o'ynaydi. Lekin mahsulotingiz unaqa qimmat bo'lmasa ham, mijoz o'ylab ko'raman deyaptimi? Demak, o'sha joyga qaytamiz. Mijozning og'riqlari, mijozning ehtiyoji to'g'ri aniqlanmagan va mijoz yoki o'zi tushunib yetmagan bu sizni mahsulotingiz yoki siz berayotgan qiymat qanchalik unga kerakligini. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Imkon qadar men sizlarga shu narsaga qattiq e'tibor berishingizni so'rayman. Mijozni qo'yib yubormaslikka harakat qilish kerak. Agar qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, yo'qotish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bu vaziyatda mijozni qo'yib yubormasdan aynan nima uni ikkilantirayotgani, nima o'ylantirayotganiga to'liq javob berish kerak bo'ladi.